Qadim zamonlarda bir podshoh yashagan ekan. Uning Shodmon polvon degan o'g'li bo'lgan ekan. Hey, ulamolarni chaqiring. Yolg'iz merosxo'rim Shodmon polvonning ismi umuman jismiga mos kelmaydi. U shunaqangi nimjonki, shamol tursa uchirib ketishi mumkin. Nima qilishni bilmay boshim qotib qoldi. Xo'sh, sizlar qanday maslahat berasizlar? Olam panoh, bu masala bo'yicha darrov bir narsa deyish qiyin. Avval biz yulduzlarning joylashishini o'rganib, keyin aqlli kitoblarni o'qib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ha, o'qinglar, o'rganinglar, Ulamolar 3 kecha-yu 3 kunduz yulduzlarni o'rganishibdi. Turli kitoblarni mutolaa qilishibdi. Tinim bilmay o'ylashibdi. Men buni yo'lini topdim. Olam panoh. Xo'sh. Shodmon polvonning ismi jismiga mos kelishi uchun unga qavat kiyim kiygizib, ichiga yostiqchalar ham tiqib qo'yish kerak ekan. Shunaqa. Ha, bu gapingda jon bor. Kish. Voy. Ota, voy. Bolani egnidagini yechib tashlanglar. Issiqdan bo'g'ilib ketdi-yu bechora. Bu fikrlaring menga ma'qul kelmadi. Xo'sh, yana kimda qanday takliflar bor, a? Ey ulug' hukmdorim, agar Shodmon polvonning ismi jismiga mos bo'lmasa, demak uni ismini o'zgartirish kerak. Xo'p, uni ismini nima deb o'zgartiramiz? Unga mos ismlar ko'p. Masalan, Shodmon oriq, Shodmon qiltiriq, Shodmon tarasha, yo bo'lmasa Shodmon ingichka. Otajon, hamma o'yinchoqlarimni olsangiz ham mayli, lekin ismimni o'zgartirmang. Olam panoh. Valiahd ismiga mos bo'lishi uchun u faqat semirish kerak bo'ladi. Qanday qilib? Shahzodani daryo bo'yidagi qarorgohingizga jo'natib yuborsangiz qanday bo'lar ekan? Ajoyib fikr. Darhol yo'lga hozirlik ko'ringlar, ammo u yerda shahzodani ko'z quranchigingizdek asrang. Shunday qilib, ular yo'lga tushdilar. Daryo bo'yidagi bu saroyda barcha narsa muhayyo bo'lishiga qaramay, Shodmon polvon kunini daraxt soyasida o'tkazar ekan. Ulamolar esa har kuni podshohga hisobot yo'llashar ekan. Bugun valiahd jo'ja yuragi solingan sho'rvadan bir piyola ichdilar. Yog'li oshdan 7 dona guruch tanovvul qildilar. Bir hujum uzum yedilar. O'g'rilgan baliqni esa rad etdilar. Ulamolar shahzodani tilla tarozuvda har qancha tortib ko'rishmasin, unda hech qanday o'zgarish sezilmas emish. Menimcha shahzoda daryo bo'yida orom olishlari kerak. Bu ham to'g'ri. Ammo buning ham hech qanday nafi bo'lmabdi. Kunlardan bir kun ulamolar maslahat uchun to'planishganida Shodmon polvon saroydan qochib ketibdi. Sen kimsan? Mening ismim Shodmon polvon. Qanaqasiga polvonsan? Ninachidek qiltiriq bo'lsang. Ha mayli, xafa bo'lma. Men qo'zivoyman.
Bobom baliqchi. Yur birga o'ynaymiz. Yur. Qani yetmol. Yetding. Yetdim. Mana senga. Bo'ldi, yetadi. Bo'lmasa oftobda kuyib qolishing mumkin. Men pishib ketganman. Qo'zivoy! Yur, bobomga qarashib yuboramiz. Bo'pti. Ana keldik. Voy. Endi menga qo'rilgan jo'ja, bedini sho'rva keltiring. Qornim juda yam ochdi. Nima, sen shahzodamiding? Bedana sho'rva-yu qovurilgan jo'ja so'raysan? Mana non bilan qovurilgan baliqni yeyaver, bolam, bori shu. Voy. Men podshohning yolg'iz o'g'li Shodmon polvon bo'laman. Lekin hozir mana shu baliq ham menga juda mazali tuyulyapti. Podshohning o'g'liman-de. Unda sen kambag'allarning ovqatiga o'rganmagan bo'lsan kerak. Tag'in qorning og'rib qolib, men baloga qolmay. Bu paytda ulamolar zir yugurib shahzodani qidirishardi. Endi nima qilamiz, a? Boshimiz ketadigan bo'ldi. Hey! Ana u. Menga ovqat keltiring. Iya, nima? Jo'jani yuragidan boshqa hech narsasi bo'lmaydimi? Oyog'i qani? Ziralangan go'shti qani? Menga patir bilan qaymoq keltiring. Ha, qovurilgan baliq ham esingizdan chiqmasin. Ha, aytgancha, qovurilgan jo'ja, bedana kabob, har xil meva-chevalardan olib, baliqchi bobo bilan uning nevarasini uyiga olib borib beringlar. Tushundingizmi? Ulamolar darhol podshohga noma bitibdilar. Olam panoh. Valiahd shahzoda janoblariga daryo suvi kor qildi. Shu bug'noq 300 semiz jo'ja, 10 qop guruch, 3 ko'za qaymoq, 20 ta savatda uzum, 100 ta qovun tarvuz yuborsangiz. Voy tavba, nahotki bu rost bo'lsa. Otlarni egarlang, yo'lga tushamiz. Men buni o'z ko'zim bilan ko'rishim kerak. Otajon. Bolajonim. Axir bu mo'jiza-ku. Seni tanimay qoldim, o'g'lim. Ota, meni bir do'stim bor. Uni ismi Qo'zivoy. Ikkalamizchi har kuni mazza qilib qirg'oqda o'ynaymiz, daryoda cho'milamiz. Shunaqa, bilasizmi? Uni bobosi Podshoh o'g'lidagi bunday o'zgarishni sababini tushunib yetibdi va uni tarozuda tortib ko'rmoqchi bo'libdi. Hozir ana Kimdiram ancha to'shib qolsam bo'lam. Darhol huzurimga baliqchini olib kelinglar. Qani menga aytchi baliqchi, nimaga ilgari o'g'limni ishtahasi yo'q edi? Qovurilgan baliqni esa xush ko'rmasdi. Qo'zivoy, ha. Siz podshoh bo'lsangiz ham oddiy narsalarni bilmas ekansiz. Faqat mehnat bilan topilgan taomgina mazali bo'ladi. Mehnat odamni sog'lom, baquvvat qiladi. Ha, sen juda dono odam ekansan. Istasang, meni o'ng qo'l vazirim bo'l. Nevarangam saroyda yashaydi. Ana bu ulamolarni esa baliq tutgani yuboraman. Ya, ular buni eplasha olmaydi. Baliq tutish uchun ham farosat kerak. Men baliqchiman. Qo'zivoy ham katta bo'lganda baliqchi bo'ladi.
halol mehnati bilan kunini ko'radi. Ana shunaqa gap.